Ha do'stlarim, obunachilarim, vatandoshlarim, meni ko'rguvchilar, 2026-yil 11-may kuni Jizzax viloyati Arnasoy tumanida Bedazorimizdamiz. Mana Bedazorimiz. Kecha yomg'ir yog'di, ko'rdilaringiz. Qiyg'os gullagan mana gullar. Tomona nihoyat zo'r gullagan. Mana Bedazorimiz ertaga o'ramiz. Hozir mana texnika pirlari dehqon bog'larga atab osh damlayapmiz, Qur'on tilovat qilamiz, cho'zimalar qilib kelganmiz va Bedazorimizni o'ramiz do'stlarim. Va mana Bedazorimiz. Bedalar yaxshi gullagan, mana hosil nihoyatda yaxshi. Endi bu yil aprel oyi salqinroq bo'lgani uchun yuqori ko'tarilib ketmagan 2 metr bo'lib, 1 metr bo'lib, lekin nima bo'lgan taqdirda ham mana hosilimiz. Bedazorimiz gullagan. Eng asosiysi mana gulni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Endi gullasa yaxshi bo'ladi. Gullasa bargi to'kilib ketmaydi, shirin bo'ladi, pishgan bo'ladi. Shuning uchun do'stlarim, Arnasoy tumani Farg'ona Siv 7-bo'limidagi Arnasoyda Dilmurod chorvasi fermer xo'jaligimizdagi Bedazorimiz mana nihoyatda zo'r gullab turibdi. Ertaga o'ramiz xudo xolasa. Shuning uchun ko'ringizlar, kuzatingizlar. Kimga beda kerak bo'ladigan bo'lsa telefonlarni qo'yamiz. Ulgurji narxlarda sotamiz. Shuning uchun ko'rib boringizlar. Va mana Bedazorimizning eng yomon joylari. Mana Bedazorimiz do'stlarim. Ko'ringizlar. 1%, 2% o'tlar, qamishlar ham bor. Buning uchun hech narsa 100% bo'lmaydi. Va mana sizlarga ko'rsatayapmiz. Bedazorimizdan efirlar bo'layapti mana. Mana bu joylarni ko'ringizlar, mana hammasi gullagan. Ko'p dehqonlarimiz gullamasdan o'radi, lekin ular achchiq bo'lib qoladi. Mana gullagan, ko'ringizlar. Bedazorimizdan lavhalar qilinmoqdalar do'stlarim. Mehnat qilgan odamning mehnati baribir yerda qolmas ekan. Mana qishda barani tortdim. Orqasini gektarni 150 kilodan ziyodroq amofoz sepdim. Sug'ardi qishi bilan 6 oy, 8 oy. Eng og'iri suv bo'ldi. Mana oxir oqibatida shu bugungi niyatimizga yetdik. Ya'ni ertaga o'ramiz. Ertaga o'ramiz do'stlarim. Shuning uchun ko'ringizlar, kuzatingizlar, mana Bedazorlarimiz dalaga sig'may ketib, dala maydonga sig'may ketgan qoyalari. Nihoyatda baland, eng asosiy zo'r gullagan mana. Juda zo'r gullabdi. Mehnatimizni endi samarasini kelgusi yana ko'rsatib boramiz. O'rim jarayonida, preslash jarayonlarida ham hammasini ko'rsatib boramiz do'stlarim. Hammasi sizlar uchun, beda ishqibozlari uchun, obunachilarim uchun, meni ko'rguvchilar uchun barchaga mana bu efirlarni qilmoqdaman. Izohlar yozingizlar, fikrlar yozingizlar, obuna bo'lingizlar do'stlarim. Va bedachilardan ham izohlar kutaman do'stlarim. Sog' omon bo'lingizlar. Arnasoy tumani Farg'ona 7-bo'limidagi Bedazorimizdan efirlar.